qiyomatda Rasululloh kelsalar, sen meni sunnatimdan uyalgan eding, sen meni sunnatimdan yuz o'girgan eding deb indamay qaytib ketib orsalar, sahobalar bilan birga jannatga kirib ketsalar, biz qolib ketsak nima qilamiz? Rasululloh nima qilamiz? Rasululloh jannatga sahobalar bilan, Abu Bakrlar bilan kirib ketsalar, biz qolib ketsak qiyomat kuni. Qanaqa holat, nima tadbiri biz uchun? Biz dunyoda shuncha Rasululloh yashadik, ko'rmadik. Yuzlarini ham ko'rmadik. Qo'llarini o'polmadik. Rasulullohni bag'rimizga bosolmadik qo'qsalardi. Endi jannatda ham ayrilib bo'lsak-chi. Jannatda Rasululloh